Bugun 6-may. Men Bulosh filial boshqaruvchi o'rinbosari Husanov Xusravman. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Buloqboshi tumani Uchtepa MFY 623 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga sarimsoq piyoz ekilgan. Maydon hajmi 6 gektar, uzunligi 200 metr, bo'yi 300 metr. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda hosil davrida. Ekinlarni yetishtirish 200-220 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 30 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Bulosh Agrozamin 2022 MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 10 tonna, jami 60 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.